hurmatli mehmonlar va mezbonlar, aziz kitobxonlar, kichik va katta yoshli foydalanuvchilar. Mana bugun biz Mirzobod tuman axborot kutubxona markazida O'zbekiston Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tashabbusi bilan bir necha yildan buyon o'tkazilib kelinayotgan kitobxonlik haftaligining 2025-yil 21-27 aprel kunlarida mo'ljallashtirilgan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan 5-Respublika kitobxonlik haftaligining navbatdagi tadbirida yig'ilishib turibmiz.